Instagram bilan YouTube'dan menga kommentariyalarni berishdi. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman kommentariyalarga. Plagiat Fisher va 532 olingan deb yozishibdi. U filmlarda umuman ssenariy boshqa, kadr tomonlama o'xshashi mumkin, chunki bunaqa janrda boshqachasiga olib bo'lmaydi. Odamlarni qiziqtirib, birinchi qismini YouTube'ga qo'yasizlar, qolganlarini saytdan pulingga sotib olib ko'rdiysizlar. Bu ham albatta film bo'lgandan keyin o'ziga yarasha rasxodi bo'ladi, o'ziga yarasha sarf xarajati bo'ladi. Bularni qoplash uchun mablag' kerak. Mablag' albatta siz o'sha aytayotgan 20 mingdan yig'ilib yopiladigan narsa. 2007-yil kamerali Ray-Ban ochki. Menimcha Ergash akani ochkisini aytishyapti. Bobur akani ko'z oynaklari Ray-Ban Meta emas, oddiy klassik Ray-Ban ochki. 1937-yil asos solingan bu kompaniyaga. 90-yillarda ham Ray-Ban ochkisi bo'lgan. Ko'zlarimga ishonmadim, nahot qaynona kelin mavzusiga chek qo'yilgan bo'lsa, o'zimizni Poirot juda ajoyib chiqibdi. Rahmat. Assalomu alaykum. Chet eldagilar ham Salom.TV platformasida registratsiya qilib obuna sotib olishlarini yo'lga qo'yinglar. Telegramdan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi.